Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gamer Bobur. Bugun biz Robloxda Escape Papa Pizzeria degan o'yinni o'ynab ko'ramiz. Ushbu odam bizni quvlaydi. Biz mana pizzeria degan restorandan qochishimiz kerak bo'ladi. Qani unda boshladik. Hozir bu kirib olsin. Mana ketdi. Mana tishli odam bizni quvlaydi. Yo'q, quvlaydimikan? Xullas nimadir qiladi. Biz qochishimiz kerak bo'ladi. Yo, parkurlar bo'lishi mumkin. Parkur bo'ladi, ana endi. Biz bu kirmayapti. Mana endi kirdi. Kirdi hozir. Mana do'stlar, play bosamiz. Qani ketdik. Mana nima deydi? Kallar qaraydi. Mana. Pastga tushyapmiz biz. Kebringiz kerak endi. Ketdik. İyi. Artık beni basıyordun mu? Halkım bilmem mi? Bitti de. Böyle yapma. Bum aktif. İskor. Go back now. Ne yapma? Bum aktif. Düşünmadınız. Ne mayada yaptı. O ne kadar yaptı. O ne kadar yaptı. O ne temizliğimiz gerek çekilik. Ana. Öttik. Öttik. Ne kadar böyle? Çıkardığı yani gidiyor. Çıkardığı topşumuz gelecek. Bir adamı. Uy. Arkamda geliyor. İyi mi de top? Ne gitti? İyi mi adam çıkıyor? Ben çıkayım. Ben aşağı çıkayım. Sonra kasar kisle pek olsun diye yaşam. Yaşam kisle de yaşam. Öttik dostlar. Beni kayada kelam sağ olsun. Neyse düm degan so'zni bilmayapman men. Qabr degan shekilli yo'lmadir. Yo'lmadim. Men hozir yo'q. Odam qayerda ko'rinyapti hozir? Nima biz o'zimiz ko'rmayapmiz, mayli endi. Don't touch the cobweb. O'rgimchak to'g'riga tegma deyapti. Tegsa nima bo'ladi? Men o'ldim. Qo'rqinchli ekan uni basharasi turish. O'tiradi. Bayoqdan ham ko'rinar. Ha, buni orqasi bitta joy shekilli qanaqadir. Orqasida turgan shekilli. Monaga tegsa bo'lar ekan, lekin menga tegmaydi ekan. Bir mana qanaqa tur. Tepadagi tegsa bo'lar ekan. Men albatta o'tamizmikin? Day, albatta voy. Yetmadi, yetmadi. Hozir mashaga tush kerak ekan. Nima qilay? Bunday yopilsa kerak. Monaga tegmaslik kerak shekilli. Tegmasa o'tdik. Uy, balandligini buni. Anamga ketdi, o'tamiz bu yerdan. Unaqa. Bundan keyin men faqat Roblox video olaman. Faqat emas, nasıl bir video o'yinlar bo'ladi. Lekin ko'p Robloxda o'yinlar bo'ladi. Og'ir kelib chiqasan. Ashtaqa bo'ladi endi. Undan avval bitta level bilan Istanbul Guys o'yinini o'ynaganmiz. Bilmasdan o'tib ketyapti. Tepaga deb. Shamolab qo'ygan. Nima bak bo'lyapti. Bundan ham o'tish. U shu yerda deyapti. U shu yerda deyapti. Mana pizzani orqasida. Ketdi xullas, короче. Eshik topamiz. Uy, mana kelyapti. Ana. Bu yerdan o'tish kerak shekilli. O'kim. Sofi 178 468. Uy, ana. Voy. Uy, ana deb tushib ketib qoldim. Bir marta men mana shunda nima deydi, bunda masada. Shu bitta o'yin o'ynaganman. Orqaga yurib olganman. Ya'ni men shuncha mana mashada bo'lsam, shuncha men kelib turib, orqaga ketganman-da bilmasdan. Yana boshqa joyga ketib turib, mashadani qilib bo'lganman. Men mashaga qaytib kelib, yana o'yin davom ettirganman. Nima dedi? Crowbarni top deyapti. Mana. Crowbar, mana Sofi degan. Ochdi bu qayga tepaga olib chiqsa kerak. Qani tepaga olib chiqgan shu. Ular qolib ketishdi. Ko'plar. Test. Demek
bo'ldi. Olaf ekan. Ya'ni men ham o'ldim. Oshxona deb qo'yibdi. Men ingliz tilida ozgina o'qiganman, ozgina emas, hozir ham o'qiyapman. Chicken bilan kitchen adashtirib yuboraman ko'p paytda. Ya'ni kitchen oshxona degan chicken tovuq deganida. Ana tovuq, xo'roz emas tovuq. Bir kuni menga test kelgan. Ashunda adashtirib olganman kitchen bilan chicken. O'lab 500 marta o'ldim. Bilasizmi men 500 marta o'lishim. Ya bu joyda 500 marta o'lishim. Mayli, shu qiyin ekan. Qat shuni. Uzr do'stlar qataganim uchun bashim qatyapti. FPS tushib ketdi shekilli FPS. Tapasa FPS. Buni qat shuni. Buni qaranglar. O'laman. Sekin chiqishini qaranglar. Bashim qatyapti-chi. Yo'q, bizda Robux'imiz yo'q. Robux'imiz. Bizda pul bo'lsa ham lekin Roblox. Roblox. Mana hayot o'tdik. Tepaga chiqishga kerak. Yo'qol. It. Boshqa joyga tushib ketdi. Yordam deyapti, menga yordam berdi. Latta. Shunchaga turib o'taman. Mashina deganimni qildim. Mashina. Mana qaranglar. Ekran qimirlatyapti, lekin otishni qaranglar. Shuncha ham qotdi. Meni ko'ramayapti. Uncha tez. Qo'l. Mana qadar darvoza ekan bu. Chantirlaman. Voy, men yomon qatyapti, do'stlar. Uzr lekin bu sakray olishda 500 milliard marta bosib chiqdim. Shunda ham mana sakramayapti. Bu yerda sakrab bo'ladimi o'zi? Lekin yozganmi? Boshqa tirimlaymiz ekan. Mana hayoti. Yo'q. Nima odam bosib nima sakramayapti meni shu? Bo'ldi. Undan avval voy, oxirida tushib ketdim. Oxirida emas, boshqa oxirida. Va ertalab sakrab oldim, o'zim bildim. Mana. Voy, tushib ketyapman. Yemak. Masjid biz anaqa turkiyalik. Yemak deb qo'yibdi. Meni oldin yemak anaqa turk tilida ham jicha o'qiganman. Hamma tilda o'qiganman. Rus tilida ham o'qiganman. O'zbekcha ekan. Lekin mana shu yemak degan so'zni bilmayman. Yemak ikkitami? Yemak Olaf, u yerda yemak bijiki. Mana kalla suyak. Bu yana o'tdim. Voy! Shunaqa ham bo'ladimi, do'stlar? Qo'yib qo'yganim qaranglar. O'la. O'yin kerakda ekan. O'zim qo'yganimda ham o'tib ketardim. Robloxga kirib ketaman. Va mana o'shaninglar bir cheksiz marta bosib chiqdim-da. Shunda ham anaqa bo'lmayapti, sakramayapti. Sakrashini qaranglar, qatib. Shunda ham minnat qilib sakrayapti. Nihoyat tez sakrayapti. Da, tez. Böyle sakra bo'lmaydi, ko'ryapsizlar, o'zinglar oxirdan kelib turib sakrayapti. Shunda ham sakramayapti bu. Qatyapti bu. Telegram yangi xabar. Internet yaxshi ishlayapti bo'lmasa. Shu yerdan bir 2x ko'raman mana. Mana do'stlar, kutyapmiz, xudo xolasa shunisidan o'tib ketamiz. Desam ham o'tmayman-da, chunki nima bu? O'tmaydi ekan bundan-chi. Vay. Lekin bu bitta suyak kallalar tashlaydi xolos ekan. Vay, oxirgi keldi. Ana. Yaxshi, ingliz tilini o'rganyapman. Sizlar ham o'rganinglar. Hali juda kerak bo'ladi. O'la sakramang. Sakramadi. Joy o'tirib oldim. Yemak o'lab bilan yemak bijika. Mana do'stlar, shunday sakraymiz. Mana yemak o'lab ham haloqlanadi. Mana qo'yadi. Mana pauza qilganim sababi eshik to'xtab anaqa taqlatuvdi. Ustiga chiq deyapti. Dum this way. Dumda nimaligini bilmayapman do'stlar. Ana, bo'ldi, ketdi. Lavaga tushib ketamiz.
Pishir. Mana yo'l bor ekan. Voy! Nega? Hozir aşağıdan paydo bo'ladimi, do'stlar? Va oxirida ham chiqib qo'yadimi? Qaydan bilibman men uni bo'lishini? O'ylanib turibman, bosaymikin, bosmaymikin deb. Yana qatyapti. Oy, lekin bitta deb deydi, do'stlar. No, zisti ham, veydi ham bilaman, dumni qo'ydi. Voy, yo'q, bu degani. O'ylanmasdan-da. Ana, o'tdik do'stlar. Albatta bundan keyin ham video chiqadi. Lekin bu zalda emas, boshqa zalda videolar chiqadi. Premyerasini ham qo'yaman endi. This way. Ha, mana yo'l bor ekan. Bu yerdan ko'rinmaydi ekan do'stlar. O'ldim, yana u yoqdan borib kelaman. Yo'q. Voy. Bilib turibman, anaqa xohlasa kirib bordim. Chiqdik. Exit. Ko'cha deyapti, xullas chiqish deyapti. Mana do'stlar biz boshlagan joy. Endi nima qilish kerak? Nima lazim? Uyingga yugur deyapti. O yo'da. Ana opa kelyapti. Qani u? Uying deyapti. Mana ketdik qolib. Keyingi zal shekilli ber. Chunki bitta o'yinda o'ynaganman, mana portal chiqqan. Mana speed bat. Mana. Voy! Nimcha tez. Voy, tushib ketdim. Qaniman men. Oladi, tutsa bo'larmikan? Voy. Voy, uçur bo'lar ekan. Bu nimaligini men bilaman. Yana ketdi. Biz bu yerlardan qochdik do'stlar. Mana joy. Voy. Xullas do'stlar, hammaga xayr. Tomosha qilganinglar uchun rahmat. Obuna va like bosib qo'yasizlar degan umiddaman.